Nimada o'qiysiz? Mana universitet o'qiyman. Keling, o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Irmatova Shahlo. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidan kelganman. Aha. Shahlo, qanchadan buyon hunar bilan shug'ullanasiz? 10 yildan oshdi. Shogirdlaringiz ko'p bo'lsa kerak. Ko'p mahalladagi qizlarga, yosh katta ayollarga o'rgataman, qizlarimizga o'rgatib kelaman. Aha. Ko'rgazmalarga ko'rmaganman, sizni birinchi marta ko'ryapman. O'ylaymanki, ko'rgazmalarga ham ishtirok etasiz va siz to'qiydigan va bugun yaratayotgan o'sha mahsulotlaringizni sotuvi qanday? Sotuvi shu ko'rgazmalarga chiqqanimizda ko'pincha sotilib nima qilinadi. Faqat ko'rgazmalar orqali sotyapsizlar. Sotiladi. Nima yordam kerak hunarmand tushmas? Qanaqa muammolaringiz bor? Endi ko'rgazmalarni ko'proq odam keladigan joylarda bo'lsa, ya'ni o'sha xaridorlar ko'p bo'ladigan joylarda bo'lsa, yaxshi bo'lardi o'sha. Magic Cityda ham tashkil qilinyapti. Bordingizlar ham savdo bo'ldi. Bo'ldi, ha. Shunday odam ko'p keladigan joylarda biz ham harakat qilyapmiz savdosini. Ochiq joyda, misol odam doimiy kelib turadigan joyda bo'lsa bizga ham yaxshida. Kun bo'yi o'tiramiz biz ham, misol uchun bizani qancha mehnatimizni odamlar ko'rsa, biz shuncha xursand bo'lamiz-da. Rahmat. Rahmat.